Bugun sizlar bilan atov gap mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'p, atov gap nima o'zi aslida? Atov gap bu, diqqat bilan tinglab turinglar. So'zlovchi ko'z o'ngida biror voqea, hodisani yoki davrni jonli gavdalantirishga, uni xotirasida yoki xayolida ular bilan aloqador tasviriy ya'ni voqea hodisalarni tiklashga xizmat qiluvchi tasviriy vosita. Yana bir qaytaraman. So'zlovchi ko'z o'ngida, tasavvur qilinglar, biror voqea hodisani yoki davrni jonli gavdalantirishga, uning xotirasida yoki xayolida ular bilan aloqador voqea hodisalarni tiklashga xizmat qiluvchi tasviriy vosita sifatida qaraladi. Ustozlar, hozir gaplar orqali tushuntiraman. Bittada atov gapni topishni o'rganasizlar. Ya'ni qiynalib yuradigan ustozjonlarimiz, abituriyentlar, talabalar bittada atov gapni qanday topish kerakligini aniq bilib olasizlar. Xo'p, demak, avvalo qoidasini bir aytib o'tay. Atov gaplarda hozirgi zamon hamda o'tgan zamon xabar mayli ma'nosi tushuniladi. Ya'ni gapni mazmuni o'tgan zamon xabar mayli ma'nosi tushuniladi. Demak, atov gaplardan hozirgi zamon va o'tgan zamon xabar mayli ma'nosi tushuniladi. Xo'p, ustozlar, atov gap, diqqat qilinglar. Atov gap faqat kesimdan iborat bo'ladi yoki aniqlovchi bilan kengaygan bo'ladi. Xo'p, doim shunday. Atov gap qatnashsa ustozlar, faqat kesimdan tashkil topadi atov gap yoki aniqlovchi bilan kengayadi atov gap. Qaranglar ustozlar, bunga misol sifatida xo'p, gaplar yozaman. Zim-ziyo hovli. Xo'p, qaranglar, hovli deyman. Zim-ziyo hovli. Zim-ziyo hovli. Xo'p, qanday hovli? Zim-ziyo hovli. Hovli kesim, zim-ziyo aniqlovchi. Ariqdagi suv shaldirab oqmoqda. Suv shaldirab oqmoqda. Demak, ustozlar, xo'p, bu aniqlovchi bilan kengaygan holatdagi xo'p, atov gap. Ustozlar, yana bir aytaman, atov gapni topishda diqqat qilinglar. Atov gap keldimi, gapni boshida keladimi, nuqta bilan alohida yoki undov bilan ajratiladi atov gap. Xo'p, mana shunda atov gap faqat kesimdan tashkil topadi. Qaranglar. Xo'p, bahor deyildimi? Bahor. Tabiat uyg'onmoqda. Hozir bitta tirecha qo'yay. Bahor. Xo'p, tabiat uyg'onmoqda. Ana endi ustozlar, atov gapni qoidasini bir o'qiyman. So'zlovchi ko'z o'ngida biror voqea, hodisani yoki davrni jonli gavdalantirishga. Ustozlar, bahor deyildi. Undov belgisi qo'yilib, tabiat uyg'onmoqda. Sizlarni xayollaringizda mana shu bahor faslini jonli gavdalantirishga xizmat qilyaptimi mana shu gap?
Demak, xizmat qilyapti. Xizmat qilsa bu atov gap ustozlar. Qaranglar, jonli gavdalantirishga xizmat qilyapti. So'zlovchini ko'z o'ngida biror voqea, hodisani yoki davrni jonli gavdalantirishga, uni xotirasida yoki xayolida ular bilan aloqador bo'lgan, ya'ni bahor bilan aloqador bo'lgan voqea, hodisalarni tiklashga harakat qiluvchi tasviriy vosita bo'lib kelyapti mana bahor so'zi. Demak, ustozlar, bu faqat kesimdan tashkil topgan. Faqat kesimdan tashkil topgan. Xo'p, kesimdan tashkil topgan. Kesimdan tashkil topgan. Xo'p, faqat kesimdan tashkil topgan yig'iq atov gap ustozlar. Yig'iq atov gap. Xo'p, demak, ana endi kelinglar, shuni aniqlovchili atov gap qilamiz. Xo'p, erta bahor o'zi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ikki xil ko'rinishda bo'lar ekan, atov gaplarni kelishi. Bitta kesimdan iborat bo'ladi yoki aniqlovchi bilan kengayib keladi. Tamom, atov gap tahlil jarayonida. Tabiat uyg'onmoqda. Demak, ustozlar, mana bu xo'p, aniqlovchi bilan kengaygan atov gap. Aniqlovchi bilan kengayib kelgan. Kengayib kelgan. Bu yoyiq atov gap deyilar ekan, ustozlar. Bu yoyiq atov gap. Yoyiq atov gap sifatida qaraladi, ustozjonlar. Demak, bahor, tabiat uyg'onmoqda. Bu faqat kesimdan tashkil topgan yig'iq atov gap. Erta bahor deyilgan bu aniqlovchi bilan